Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Olmazor City'dagi xonadonimizga keldik. Natijani ilib tayyor qilib qo'yganmiz. O'shani xonadonni bir ko'zdan kechiramiz. Hali uyda egasi bilmaydi. Mana birinchi xonamiz spalni bo'ladi. Spalniga mramerning natijani patolog qilganmiz. Ajoyib lustrachasi bilan. O'zlaring ko'rib bir baho berasizlar. Keyingi xonamiz esa zalimiz bo'ladi. Zalimizga esa oppoq glansli patologimizni ilganmiz. O'shani ham bir ko'rib, o'zlaring baho berasizlar. Mana bu zalimiz bo'ladi. Oppoq glansli natijali patologimiz bo'ladi bu. Zalimiz katta, keng, yorug' bo'lish uchun shunday fasonda tanladik. Keyingisi yana bitta spalniyimiz bor. O'z spalniyimizga esa hozir o'tamiz.